Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Xayr, biz qaytib ko'rishmaymiz. G'ururligimdan ketayotganim yo'q. Siz qanday qilib bu tabiiy ofatlarga turush berasiz? Dilim og'ridi. Qattiq xafa bo'ldim. Aeroportda o'tirib, obdon o'yladim. Bu yerda eshitganlarimning hammasi sarguzasht romanga o'xshaydi. Albatta tagiga yetishim kerak. O'kiraver, Sherxon, o'kiraver. Hali shunday kun keladiki. Xullas, agar yana do'stlaringni ko'rishni istasang, aytganimni qilasan. Agar meni aralab tashlashsa ham, boshimdan oyog'imgacha. Men o'lsam, bola chaqam qaysi mozorga borib yig'laydi? Ulug' ayon kunlari qaysi go'rusda chiroq yoqadi? Tiryog'lamalik qilmay qo'ya qolinglar. Unaqangi rasm yo'q bizda, men xizmatdaman. Oyog'ini qara, oyog'ini. Yosh qiz, yosh qiz. Soat necha bo'ldi? Hammasi yolg'on. Nega tushunmaysan, buni hammasi yolg'on. Ularning gapiga ishonma o'g'lim. Bu daqiqani men 28 yil 2 oy 19 kun kutdim. To'g'ri gapni qo'riqchi itdek doim hovliga qo'shadi. Yolg'on so'z xushomadga tozga o'xshaydi. Izzatini joyiga qo'yib so'rashni ham bilmading. Sen menga do'st qo'lini cho'zayotganing yo'q. Bu dunyoda yolg'iz jonga juda qiyin. Boshimdan o'tgan. Shamol qanchalik chiranmasin, tog' hech qachon tiz cho'kmaydi. Men sizni sevardim. Sevgim ehtimol qalbimda butunlay so'nmagan hali. Biz rozimiz. Erdan chiqqaniga ham, bolasi boriga ham. Hayotimni eng baxtiyor kunlari sifatida to abad eslab yuraman. Salom, knyaz, o'ktab o'g'lon. Nega holing parishon? Choyni anchon icharmiz. Bir ko'rgan bilish. Shaxsan men uchun bu eng og'ir judolik. Shu bois men qalbimda og'ir alam bilan Siz bilan yana qachon, qay tarzda ko'rishishimizni bilmayman. To'ppa-to'g'ri, mehmonlar orasida Radzevlar, Sakevich, biz Chinskilar ham bor edik. Biz anklonlarmiz. Baba kavallarimiz yovuz kishilardan qochib shu yerga kelib qolishgan. Nima ularning boshqa ishi yo'qmi? Hozir ular yuvinish taranish taraddudida. Petrusha. Ozibsan juda. Ozib ketibsan. Chinor tagiga dadayning qoni to'kilgan. Ibodat qil, osiy banda. Kalimangni keltiraver. Ikki og'ayni eski jivo tomon yugurdilar. Devorlarning birida yopishtirilgan afishada bordi-yu unga derazadan kallang bilan pastga sakra deganingda, ikki dunyoda ham sakramasdi. Xalq mustaqil armiyasini har bir yerda zo'r quvonch bilan kutib olmoqda. Bugun menga belamol olib kelishmadi. Gohida shunaqam bo'lib turadi. Men hammaga haligi